Assalamu alaykum qadirli arkadaşlar. Farabi Tor dershanasiga hoş geldinglar. Bugün hazırlık zaman Uyghur dili dersimizin 22. dersini ötümüz. 22. dersimiz grammatika. Bunundaki iki derslerimizin hamısı grammatika münasebetli buludu. Bugünkü dersimizde grammatikinin eniqlaması, grammatikinin alayligi ve grammatiklik mana ve leksikalik mana haqida to'xtalib o'tamiz. Dersimiz başlaştan burun ötken saatlik dersimizin ahırda sorab ötken tüvenlik sualımızga kıskaça cevap verip ötümüz. Uyghur kişi isimleri devir alaylık boyunca qaysi türlerge ayrıldı? Bunun cevabı Uygurlardaki kişi isimleri şu isimler barlıq kelgen tarihi devirlerge asasen tüvendeki 3 basqışqa bölünüdü. Birincisi İslamiyet'in burunqi Uyghur kişi isimleri. Bu Uygurlar İslam dinine etkat kılıştın burunqi zamanlarda umumyüzlük kolunulgan kişi isimlerini görürsüdü. İkinci İslamiyet'in keyinki Uyghur kişi isimleri. Bu Uygurlar İslam dinine etkat kılgandan keyinki zamanlarda umumyüzlük kolunulgan kişi isimlerini görürsüdü. Üçüncü hazırkı zaman Uyghur kişi isimleri. Bu Uygurlarning 20. asrning 30. yillardan keyin qo'llanib kelayotgan ismlarni ko'rsatadi. Hamda bugungi darsimizga kelsak, bugungi darsimizda eng avval grammatika haqida tushuncha berib o'tamiz. Undaqda grammatika degan bu so'z Uyg'ur tiliga qaysi tildan kirgan va ma'nosi nima deganda, grammatika degan bu so'z Yunoncha harf bilan munosabatlik degan ma'nodagi grammatikos degan so'zdan kelgan bo'lib, tilimizga rus tili orqali kirib o'zlashgan. Hozirgi zamon tilshunosligida bu atalg'u umuman so'zlarning yasalish, türleniş ve birikiş kaideleri hem bu vaqtdagi ilim degan ma'noni bildirdi. Grammatika til ilmining bir tarmoq bo'lib, til tovushlarni, so'z jumlalarining shakli, tuzilishi, ma'nosi va turlarini, shundaqla so'zlarning jumladagi roli va munosabatini tadqiq qilgan fan. Grammatika tadqiqot obyektining doirasiga qarab, morfologiya va sintaksis degan ikki qismga bo'lindi. Morfologiya so'zlarning yasalishi, turlanishi va turkumlarga bo'linishi to'g'risidagi qoidalarni o'rgatadi. Sintaks bo'lsa jumla tuzilishi, ularning bog'lanishi, ya'ni jumlalarning bog'lanishi va jumlalarning turlari to'g'risidagi qoidalarni o'rgatadi. Grammatika tilning qurilma qonuni bo'lib, so'zlarning turlanish qoidalari bilan so'z jumlalarining birikish qoidalaridan iborat ishga yurish qoidani o'z ichiga oladi. Masalan, Uyg'ur tilida lar qo'shimchasi qo'shilmagan ismlar ismning birlik shakli hisoblanib, bir tipdagi shayni yoki faqat birli shayni ifodalasa, lar qo'shimchasi qo'shilgan ismlar ismning ko'plik shakli hisoblanib, bir xil shayning bir qanchisini yoki hammasini bildirdi. Ning qo'shimchasi qo'shilgan ismlar ismning egilik kelish shakli hisoblanib, boshqa shayni egilguvchi shayni bildirib kelsa, ni qo'shimchasi qo'shilgan ismlar ismning tushum kelish shakli hisoblanib, ma'lum harakatni qabul qilguvchi shayni bildirdi. Ti qo'shimchasi qo'shilgan fe'llar fe'lning vositasiz bayon maylidagi oddiy o'tgan zaman uchinchi shaxs xabar shakli hisoblanib, shu fe'l ifodalagan harakatning uchinchi shaxs tarafidan o'rinlanganligini va buningdan so'zligichi bevosita xabardor ekanligini bildirdi. Ya'ni masalan, u maktabga keldi, u maktabdan ketdi desak, keldi va ketdi degan fe'llarning ti qo'shimchasi qo'shilgan fe'llar fe'lning vositasiz bayon maylidagi oddiy o'tgan zaman uchinchi shaxs xabar shakli hisoblanadi. Ve şu keldi, ketdi fe'lining ifodalagan harakatining uchinchi shaxs tarafidan o'rinlanganligini va buningdan so'zligichining, ya'ni mening bevosita xabardor ekanligimni bildirdi. Mana shuningga o'xshash bir so'zning turli shakllariga doir qoidalar Uyg'ur tilidagi so'zlarning turlanish qoidalari bo'lib hisoblanadi. Uyg'ur tilida so'zlar o'zaro birikkanda aniqlovchi vazifasiga kelgan so'z aniqlang'uchi so'zdan oldida keladi. Masalan, cho'ng shahar desak, bu yerdagi shahar aniqlang'uchi, cho'ng aniqlovchi, egiz daraxt deganda o'xshashlar, daraxt aniqlang'uchi, egiz aniqlovchi. Buni oxirdagi go'zal tabiat va aqlli bola deganda o'xshashlar, oxirdagi aniqlang'uchi va oldidagi aniqlovchi hisoblanadi.
Bayan kılınğıcını bildirdiğin söz, bayan kılğıcı vəzifəsi gəlgən sözünü şəxs san cəhətdən özüge qaratıb, umuman onun aldıda kelidi. Məsələn, mən gəldim, u ketdi, u kelyapti degəndək. Mana mush xildagi qoidalar Uyg'ur tilidagi so'z jumlalarining birikish qoidalari bo'lib hisoblanadi. Uyg'ur tili grammatikasi mana shundaq ishga yurish qoidalaridan tarkib topgan, ya'ni Uyg'ur tili grammatikasi so'zlarning mana shundaq yasalish, türleniş və birikiş qaidələrini öyrətidu. Umumlaşdırıb gəlsək, qrammatika tilinin kəm olub olmaydigan bir amili. Til tavışı, sözlük və qrammatikdən ibarət 3 amildən tərkib tapqan bu 3 amil, yəni til tavışı, sözlük və qrammatikdən ibarət 3 amil bir-birini şərt qılıdı və bir-biriga çemberças bağlanğan olub bir-birindən ayrılanmaydı. Til tavışı tilning moddiy bo'lsa, so'zlik bilan grammatik faqat til tavushi orqali mavjud bo'lib tura oladi. Til tavushimi o'z navbatida faqat so'zlik va grammatik asosida til tavushi bo'lib, boshqa tavushlardan mush orqali farqlanadi. So'zlik tilning qurilish materiali bo'lib hisoblanadi. Xuddi qurilish materiali bo'lmasa, imorat silish mumkin bo'lmagandek, so'zlik bo'lmasa, tilning bo'lishi mumkin emas. Ya'ni bu yerdagi tilni bir qurilishga yoki bir imoratga o'xshatsak, bu yerdagi so'zlik bu qurilishning materiali hisoblanadi. Lekin so'zlikning o'zi til bo'lolmaydi, chunki yek so'zlar bilan yoki so'zlarning tartibsiz holda bir yerga yig'ib qo'yilishi bilan aniq bir fikrni ifodalab, aloqalash maqsadiga yetkazib bo'lmaydi. Masalan, Uyg'ur tilida men İstanbul Universitet o'qu degandek so'zlar ayrim aytilsa yoki shu pet bir yerga yig'ib qo'yilsa, ayrim hukmlardan boshqa hech qanday aniq bir fikr ifodalanmaydi. Ular faqat Uyg'ur tilining grammatik qoidasi bo'yicha men İstanbul Universitetida o'qiyman yoki men İstanbul Universitetida o'qiyapman va yoki men İstanbul Universitetida o'qidim shaklida tashkillangandilar, ondan bir fikrni ifodalaydi. Demek, grammatika tilni tertiplik, tushunishlik xarakterga ega qiladi. Grammatikaning aniqlamasini ko'rib chiqdik. Endi grammatikaning alohidligini ko'rib chiqsak, grammatika tuvandikdek alohidliklarga ega. Birinchi, grammatikaning eng muhim alohidligi uning qoidalarining abstraktlik, ya'ni umumiylikqa ega bo'lishidir. Har qanday grammatikal qoida ma'lum konkret so'zning turlanishi yoki ma'lum konkret so'z jumlaning bir kishiga qaratilgan bo'lmasdan, balki ma'lum bir tipga kiradigan har qanday bir so'zning ma'lum bir tipga kiradigan so'z jumla bilan ma'lum bir tipga kiradigan har qanday so'z jumlaning bir kishiga qaratilgan bo'ladi. Masalan, Uyg'ur tilidagi bir so'zga lar qo'shimchasini qo'shish bilan uning ko'plik shaklini yasash qoidasi ma'lum bir konkret so'zga qaratilgan bo'lmasdan, balki ism tipiga kiradigan har qanday so'zga qaratilgan. Masalan, balalar, darslar, tog'lar, gullar, chiroqlar, shaharlar, yezlar desak, mushlarning hammasi o'xshashlar, hammasi ism so'z turkumiga, ya'ni ism tipiga kiradigan so'zlarning hammasiga qaratilgan bo'ladi. Aniqlovchi aniqlang'uchining oldida keldi degan qoida ma'lum bir konkret so'z yoki yana bir konkret so'zning birikish usuli qaratilgan bo'lmasdan, balki ism tipiga kiradigan har qanday so'z bilan uningga aniqlovchi bo'lib kelgan har qanday so'zning birikish usuli qaratilgan. Masalan, mening qalamim, uning qalami, imorat, yangi dars, ikkinchi bino degandek konkret ma'no jihatini olganda necha o'n minglagan so'zlardan sonsizlagan jumlalar qurilishi mumkin, lekin grammatik jihatini olganda ular cheklik bo'lgan tiplarni tashkil qiladi. Uyg'ur tilida ega, to'ldiruvchi, xabar degan tartibdagi jumla tuzish qoidasi bo'lib, bu Uyg'ur tilining asos jumla tiplaridan biri. Shunga o'xshash, ya'ni shunga o'xshash Uyg'ur tilidagi sonsizlagan jumlalarni to'plab kelganda, bularni grammatik jihatini olgan vaqtimizda faqat bir necha xil tiplar yig'inchoqlashga bo'ladi. İkinci, grammatikaning yana bir xususiyati uning qoidalarining sistemchan bo'lishidir. Grammatika so'zlarning turlanish qoidalari va so'z jumlalarining birikish qoidalarining oddiy yig'indisi emas, balki shu qoidalarning o'xshash bo'lmagan qatlamlar bo'yicha belgilik munosabatda birlashishidan hosil bo'lgan mukammal bo'lgan bir sistemadan iborat. Uyg'ur tili grammatikasini olsak, bir tarafdan Uyg'ur tilidagi so'zlarning turlanish qoidalari o'zaro munosabatlari bo'yicha
tür və qatlamlarga ayrılıb, türlük türleniş xususiyetleri ega bolğan söz türkümləri sistemlərini hasil qılıdı. Bu söz türkümləri yana türleniş xususiyeti ega bolmagan söz türkümləri və müstəqil işlənməydigan söz türkümləri bilan qoşulub, Uyğur dilinin morfologiya sistemasını hasil qılıdı. Yeni bir tərəfdən söz cümlələrinin birikiş qaydaları bir-birini şərt qılğan bir munç türlərə ayrılıb, Uyğur dilinin sintaksis sistemasını hasil qılıdı. Keyin morfologiya sistemasi bilan sintaksis sistemasının bir-birini şərt qılğan halda zich birikişi bilan Uyğur dilinin mükemmel bolğan grammatiklik sistemasını hasil qılıdı. Üçüncü, grammatikinin yeni bir mühim xususiyeti onun turaqchan xarakterga ega bo'lishidir. Grammatiklik qurilma nurg'un davrlar ichida vujudga kelgan bo'lib, tilda cho'nqur yildiz tartgan, shunga uning o'zgarishi asos so'zlikning o'zgarishidanmi asti bo'ladi. Biz burungi darslarimizda asos so'zlik va odatli so'zlik haqida to'xtalib o'tgan. Bu yerdagi asos so'zlikning o'zgarishi intayin asti bo'ladi, ammo odatli so'zlikning o'zgarishi tez bo'ladi deb tushundirgandik. Muşnunga o'xshash, zamonning o'tishi bilan grammatikalik qurilmadimi o'zgarish yuz berdi. U tadrijiy yaxshilanib bordi. O'z qoidalarini mukammallashtirib va tuzitib bordi. Yangi qoidalar bilan to'liqlanib turdi, lekin grammatikalik qurilmaning asoslari nihoyat uzoq zamon ichida saqlanib turdi, ya'ni turaqli bo'ladi. Buni misol olsak, 8 asrda yozilgan Orxun Yense yodgorligidagi "Ol sabun eshitib, tün yeme udsıqım kelmez erdi" degan cümleni alsak, bunun hozirgi zaman Uyg'ur tilidagi ma'nosi bu so'zni eshitib, tün bo'yi uyqum kelmedi degan jumla asli bo'ldi va bu ikki jumlani selishtirsak, grammatikalik qoidalari asosan o'zgarmagan, faqat so'zlarla almashgan. Endi 11-asrda yozilgan Turkiy tillar divanidagi bu misolni alsak, "Öküz adaqi bo'lguncha bozog'u boshi bo'lsa yeyik" degan cümle alsak, bunun hozirgi zaman Uyg'ur tilidagi ma'nosi "Öküzning puti bo'lguncha mo'zayning beshi bo'lgan yaxshi" degan jumlani ikkisini selishtirsak, o'xshashla bu ikki jumlaning grammatikalik qoidalari asosan o'zgarmagan. Ya'ni ko'rib o'tganimizdek, mush jumlaga qisqacha izohat bersaklar biz uchun intayin tushunishli bo'ladi. Ya'ni hozirgi zaman Uyg'ur tilidagi asosiy grammatikalik qoidalarning shu davrlarda shakllanib bo'lganligini va ularning hozirgacha asosan o'zgarmasdan unumli xizmat qilib kelayotganligini tushuntirib bergil bo'ladi. Endi grammatikaning 4-alohidaligiga kelsak, 4-alohidaligi uning milliylikka ega bo'lishidir. Har bir tilning grammatikasida o'ziga xos ba'zi alohidliklar bo'ladi. Masalan, ingliz tilida xabar egidilli keyinli kelgan bo'lsa, Uyg'ur tilida normal ahvolda eng oxirida keldi. Ya'ni normal ahvolda deganimiz normal jumlalarda, alohida ahvol deganimizda she'rlarda balki xabar jumlaning eng beshida kelishi mumkin. Xitoy tilida to'ldiruvchi xabarning keyinda kelsa, Uyg'ur tilida xabarning oldida keladi. Muşnunga o'xshash boshqa tillar bilan Uyg'ur tilini selishtirsakmi, o'xshashlar Uyg'ur tili, ya'ni Turkiy tillar sistemasidagi tillarning grammatikalik alohidaliklari asosan o'xshash bo'lsa, Turkiy tillar bilan Turkiy tillarga kirmaydigan boshqa tillarning grammatik sistemasida ma'lum farqlar bo'ladi. Endi leksikalik ma'no va grammatikalik ma'no haqida to'xtalib o'tsak, cümledeki her bir söz umumen leksikalik ma'no va grammatikalik ma'nodan iborat ikki xil ma'noga ega bo'ldi. Bu yerdagi leksikalik ma'no deganimizda har bir so'zning o'ziga xos bo'lgan konkret ma'nosini ko'rsatadi. Grammatikalik ma'no deganimiz bo'lsa, har bir so'zning shu tildagi bir turkum so'zlar uchun o'rtaq bo'lgan belgilik turilish qoidasi yoki birikish qoidasi orqali erishilgan abstrakt ma'nosidir. Masalan, Uyg'ur tilidagi o'quvchilar keldi degan jumladagi ikki so'zni misolga olsak, bir tarafdan bu ikki so'zning har biri boshqa har qanday so'zdan farqlanadigan konkret ma'no bildirdi. Ya'ni o'quvchi bilan kelishdan iborat ikki ma'noni ifodalaydi. Ya'ni bularning o'zi ularning leksikalik ma'nosini ko'rsatadi. Yana bir tarafdan o'quvchilar degan so'z bu yerdagi ismning ko'plik shakli ve kelish bo'yicha baş kelish ve cümlenin bo'laklari bo'yicha ega degan abstrakt ma'nolarga ega bo'lsa, ya'ni bu yerdagi o'quvchilar degan so'z bu ma'nolarga Uyg'ur tilidagi ismlar uchun o'rtaq bo'lgan turlanish va birikish qoidalari bo'yicha erishgan. Keldi degan fe'lni olsak, keldi degan fe'l
Əsli dərəcə, buluşluq, vasıfsız bayan meyli, addi ötken zaman, üçüncü şəxs, xəbər degəndək abstrakt mənlərə ega olub, u bu mənlərə Uyğur dilidəki fe'llər üçün ortaq bolğan türleniş və birikiş qaydaları boyunca erişkən. Mana bular bu iki sözün qrammatiklik mənası hesablandı. Bu xil qrammatiklik mənlərini aldığımız saatlərdə təfsili düşəndirib ötümüz. Əmdi leksikалық məna və qrammatikалық mənaның münasibətini görüb çıxsaq, avval fərqini görüb çıxaylı. Leksikалық məna hər bir sözün özünə xas buludu. Qrammatikалық məna bolsa, belgilik bir qayda boyunca türlənген yoki birikken hər qandaq söz üçün ortaq buludu. Məsələn, Uyğur dilidəki yataqqa, sınıfqa, bağçığa, bazarğa, yezğa, kitapqa, dəftərgə degan sözlər leksikалық məna cəhətdən bir-biriga oxşamaydı. Yəni bunlar ayrım-ayrım mənaga ega sözlər hesablandı. Ularning konkret mənaları tamamen başqa-başqa, lekin ularning qrammatikалық mənası tamamen oxşaydı. Çünki ularning hammasida bir xil qayda, yəni bularning hammasi yöneliş kelish bilan türlənib kelgan. Əmdi qrammatikалық məna bilan leksikалық mənaning münasibətini görüb çıxsaq, qrammatikалық məna hərgizmi öz aldığa mövcud bo'lib turolmaydi. O sözün leksikalik mənası bilan özara beqindiliq münasibəti buludu. Yardım sözlər umumen qrammatikalik mənaga ega bo'lib, uni yalğız işlətkil bolmaydı. Faqat cümlədə müstəqil sözlər bilan qoşub işlətkil boludu. Qrammatikalik məna sözlərinin leksikalik mənasından ayrılanmaydı. Çünki qrammatikalik mənaning köp qismi leksikalik mənaning abstraktləşişi nəticəsində hasil boludu. Şuna leksikalik məna qrammatikalik mənaning asosi hesablanıdı. Bugünkü dərsimizin axırı gəldik. Dərsimizin axırda bu dərsimiz münasibətli bolğan tövəndəki iki qısqa sualını sizlərə sorab ötümüz. Birinci, qrammatikinin alaylığı nəmə? Qısqa çıxınçaqlab baxın. İkinci, leksikalik məna və qrammatikalik mənaning fərqi nəmə? Bu iki sualın cavabını YouTube videomuzun astındakı bax qismə yoki Instagram hesabımızın DM qismindən uçur yazıb əvəzsanlar buludu. Undaqda keyinki saatlik dərsimiz görüşəyli. Görüşküş aman bolonlar. Xeyir xoş.